Assalomu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz faxrli yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Altun Kash romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda biz Mas'ud bilan Hadiyaning ayrim ko'rishgan yerlarini o'qigaydik, endi davomini o'qiymiz. Hadiya, biz darhol to'y qilayli. Yana kayniga sursangiz, men endi chiday olmayman, dedi Mas'ud. Chidayolmay nim bo'lib ketadigansiz? Qani bir ko'rib boqmaylimi? Meni yana qiynasangiz o'lib qolaman. Bu gapdan shunchalik qo'rqdimki, ixtiyorsiz uning og'zini ikki qo'lim bilan etib oldim. Mushukdek bechora qiyofatda ko'zlarini yumib turgan Mas'ud chaqmoq tezligida qo'llarimni mo'risiga qo'ydi. Men o'zimni o'ngshab bo'lg'icha beshimni changallab tutib olib, lavlarimga levin bosdi. Qo'llarim suga g'arq bo'lg'uchining qo'lidek bir ikki pulanlida jimib qoldi. Lavlarimiz ajrab, hasirg'inimizcha bir pas qarshib turishdik. Ussuzligi qonmagan yo'l ichidek lavlarimiz yana bir qitim juplashdi. Men uning qo'llaridan tasda ajrab chiqqanimda, og'zimdan o'zim faqat kutmagan bir so'z chiqdi. Aski. Go'yo qichishga tayyorlangandek neriroq berib turdim. U menga telmirib qarab, "Menga javob bering, Hadiya", dedi. Mas'ud, men sizdan cho'ng. Siz Şinjan institutiga to'liqsiz o'ttirini bitkizib bordingiz. Men to'liq o'ttirini bitkizib bordim. Shunga siz mendan 3 yil burun xizmatga chiqdingiz. Amaliyotda ikkimizning yeshi teng, Hadiya. Texi men sizdan cho'ngroq bo'lishim mumkin. Men to'y qilgan. Kechirmishingizni Oysha hadidan angladim. Mening nazarimda siz intayin pok bir qiz. Men bir minutlik qizlik uchun to'y qilmayman. O'zimga umrlik jo'ri tanlayman. Men sizni chin yuragimdan suyman. Sizsiz yashashni tasavvur qila olmayman. Ikkimizning bo'yi mos kelmasmikin? Men pek iyiz. Mamma sizdan pakor emas. Biroq shuni so'rab olay. Bo'y siz uchun shuncha muhimmi? Bo'yim garchi bek egiz bo'lmasmi, o'zimni o'g'il bolaning o'g'il bolasi deb hisoblayman. Boshqa kun kelsa, men sizni jinimni tikib turib qo'g'diy olayman. Hargiz tashlab qochmayman. Biz bir haftadan keyin to'y qildik. Mas'udning karvatini mening yotog'imga yo'tkab akirib, ikki karvatni juplab qo'ydik. Yiqqan barliq pullarimizni qo'shib, setib olgan anar guli nusqiliq gilam qo'sh karvatimizni gulzorlikqa o'xshatib qo'ygan edi. Karvatning to'riga qizil tovar tashliq yotgan, bir jup duxov ko'rpa bilan oppoq par yostiq qir chiqirib tizib qo'yilgan edi. Derizga tortilgan rishliyali qisqa parda bilan suz havorang giribdan tikilgan uzun parda yangi uyimizga xiyoliy romantik tus bergan edi. İkilimiz yaqa yurtluq bo'lganligimiz uchun xizmatdoshlarimizni boshqa mehmonlarimiz nihoyat oz edi. Shunga to'yimiz cho'ngroq bir ishxonada o'tkazildi. Tam yoqilatib tizilgan ustallarga gazir purchoq, mushu yerning do'konlaridan topqili bo'ladigan qora kamput, pechina, yong'oq, guliqa qatorliqlar to'kib qo'yilgan edi. O'qituvchilar oshxonasining cho'ng qazinda hilila so'yilgan erkak qo'yning go'shida etilgan qo'rdoq, mazzilik puroq tarqitishga boshlagan edi. Bo'yniga tovarda yasalgan qizilgul esib qo'yilgan yumaloq sapal komzakmu bir chetda navbat kutib turadi. Bir xonim yuzimni g'ijim ro'mol bilan yepib qo'ymoqchi bo'lgan edi. Siyosiy idiviy xizmatga mas'ul muavin mudir ochiqlab yopqili qo'ymadi. Menmu ro'mol ichida yolg'on yig'lab o'ltirdigan ishlarni yoqtirmaydim. Mas'ud bilan o'zim xalab xushalliq ichida to'y qilyapman-ku. To'yimizga muavin mudir riyosatchi bo'ldi. U oldi bilan maktabimizning o'qitish ishlarini biraqur xulosalab, Mas'ud ikkimizning yoshlarning sarxillari deb maqtadi. Maktab rahbarligi va partiya yoshchisi nomidan to'yimizni tabrikladi. Orqadala mudir so'z elib, xuddi majburlanayotgandek yiqimsiz ohangda ikki og'iz so'zladi va quruq yutilib, qandaqdir muhim ish tufayli oxirgacha o'ltirolmaydiganligini bildirib, so'rindan g'oyib bo'ldi. To'yimiz ana shundoq boshlandi.
Qolgan mehmonlar arqa-arqadan to'yimizni muboraklab, inqilob uchun tezroq balaliq bo'lishimizga tilakdoshligini bildirishdi. Qiziq gaplar, chaqchaqlar bir-birlab o'tirg'a chiqishga boshladi. Bo'libmi musallas to'shqizilgan piyola aylangancha ko'pchilikning kayfiyati ko'tarilib, kulki chaqchaq to'g'risini ko'tarayotgandek bo'ldi. Qo'rdoqdan keyin sozchilar sozlarini tiringshitishga boshladi. Yosh bir muallim sozni tangshavitib, mungluq qisqa bir kuyga chaldi. Tamburning tori titrayotganda nemishqidir yuragimmi titrdi. O'tkinchi qisqa bu to'y xuddi go'zal ammo echinishliq asimidek yuraklarni larzaga silib o'tib ketdi. Әмді güzel sho'x kuylar yangrashqa boshladi. Har doim soz tiringshib bo'lguncha o'tirg'a chiqib oldigan ham hammadan burun mas bo'lib uxlab qoladigan Avut muallim birinchi bo'lib so'ringa sakrab tushdi. U fizika o'qituvchisi bo'lib, mas bo'lib qolsalar bir tal pishang bilan yer sharni o'rnidan qo'zg'ib etalayman deb so'zlab yuradiganligi uchun boshqalar uningga Arximid deb laqab qo'yib olishgan edi. U usulni xuddi beqini og'riyotgandek so'l tarafiga qiysiib turib, ushshaq harakatlarni qo'shib nihoyat g'alati o'ynaydi. Ya'ni kelib, toza usta usulchilarni tortib, ular bilan baslashib o'ynashni yaxshi ko'radi. Muavin mudir Arximidni o'tirdan tushirib, Mas'ud ikkimizni usul o'ynab berishga taklif qilib, so'rindikilar uni qo'llab cho'qan ko'tarishdi. Men mushundaq bo'lganligini pamlab, past boshliq oyoq kiyib olgan edim. Usulni yaxshi o'ynay olmasammi, bir nimalarni qila olaydim. Mas'udning usul o'ynashni bilmasligidan ansirab tursam, u o'tirga tushibla murisini likillatib usulni shundoq chiroyli boshlab ketdiki, uningga moslasha olmay xeyli tarladim. So'rindikilar ikkimizni olqishlab chavoq chilishib o'tirg'izmadi. Ming dasta Abdulla muallim bilan Zo'ram xonimni tortib o'tirga chiqarib qo'yib, joyimizni tepib oldik. U oqshimi nahiyalik san'at o'migining ikki sozchisi bilan soz chalishni biladigan bir necha xizmatdishimiz tankash qilishib yili sho'q usul ohanglariga chalsa, yili mo'ngluq ili naqshlariga, goh zamonaviy naqshlarga chalsa, goh muqam pardalariga chilib, so'rini ajoyib qizitayotgan edi. Mehmonlar o'zini unutib, puxadan chiqcha o'ynashdi. Tatarcha jirlar, adunoshkalarmu chala qolmadi. Arada bu yerning odati bo'yicha to'xtab qolgandimu, qora chiroq, sham yondirib, derizlarni yo'g'on ichib etib, qorong'uda texmi romantik bo'ludi deyishib o'ynashqa edi. Kech soat 10lar bo'lganda ko'pchilik naqsha soz bilan bizni yangi uyning oldiga uzitib keldi. Oysha hada bilan bolalari yangi uyimizni ichidan taqib olgan ekan. Atrofimizdagilar naqsha qo'sha qiziqchiliklar bilan ularni aldab ishni ochqizmoqchi bo'ladi. İçidikiler sirtdikilarga turli shart qo'yatdi. Bu chaqda qoro ichida tomosha ko'radiganlar ko'payib ketgan bo'lib, bir qism yoshlar qiyo-chiyo qilishib, Mas'ud ikkimizni ha deb eshik oldiga qistab, bizni o'ng'aysiz ahvolga tushirib qo'ygan edi. Qaraganda bu qiyin qista xeyli bir vaqt davom qildigandek turadi. Mas'ud ishning yo'chig'idan ichidagi bo'daklarga parcha pullarni berib, yana nimalarnidir degandek qildi. Ishik shu hamon ichilib, bir muncha odam varang-churung va naqshi sozlar bilan uyga qistilishib kirdi. Uyun yana bir pas davomlashdi. Toki Oysha hada. "Voy, o'zin bilmaslar, yana qachongacha o'ltirsizlar? Xalqlarmi orom olmamdi amdi?" deb qo'lg'andilar qaqoqlab kulishib, oshkora ham yapta gaplar bilan tilaklarini bildirib chiqib ketishdi. Kishilar to'ydan keyin xeyli vaqtlargacha Mas'ud bilan Hadiyaning to'yi ajab qizg'aydi ha, deyishib yurdi. Ko'p o'tmay to'yimizda aytilgan ashu naqshi muzikalar 10 yillab cheklandi. To'ylarda naqsha usulning o'rniga mavzuning so'zlaridan o'zindilar yodlanadigan, qiz yigitga mavzuning asarlari sovg'a qilinadigan bo'ldi. Kechlik choyni balkonda o'tirib ichdik. Odatimiz bo'yicha kechda bir kesimdan non va tatliq turimdan boshqa bir piyoldan sulu o'michi ichatdik. Lola o'mash etib, suluning nimaligini so'radi. Shu hamon kichik vaqtlarimda dadamning Kuytundagi ko'z yetkusiz etizlarida chalg'a bilan sulu o'rg'ini esladim. Ammo u haqda atrofliq bir narsa deb berishga ojiz edim.
Kutmaganda Mas'ud Suluni shunchalik atrofliq tushuntirib ketdiki, Nəvrə qızımның süzük ko'zlarida pishishqa boshlagan sululuqlardek sarg'uch yeshil nur to'lqinlayotganligini bayqadim. Orqadan bu nur cho'ng dadasiga bo'lgan amroqligiga o'zgardi. U erkilab: "Cho'ng dada, sen biologiya darsini o'tib boqqanmi?" deb so'radi. "Yo'q qizim, men sendek vaqtlarimda biologiya muallimi menga amroq edi. Meni kallis o'tkur deb maqtaydi. Şuңa men biologiyani nihoyat tirishib o'rgangan. Cho'ng bo'lganda biolog bo'laman degan orzulardimi bo'lgan?" Buva bilan Nəvrə paranglashayotgan bu manzara, bu daqiqa nihoyat go'zal edi. Bu manzaradan huzurlanib, ularga jimjit qarab o'ltirdim. Orqasiga taralgan shalon kulrang chochlar. İkki quyruqi səlgina üstiga qayrilgan quyuq qoshlar ostidagi aqlliq, illiq ko'zlar. Qisqa burut. Kang yelkisiga yarashib turgan kulrang popaykisining yoqasidan chiqib turgan oppoq yoqa. Mana bu 45 yildan buyon men har kuni ko'rib kelayotgan, mening ko'z oldimda yoshlik, o'ttira yoshlik mezgillarini o'tkazib, qiyrilik davriga qadam qo'ygan er. U menga shunchalik tunish ham shu qadar notunish. Shunchalik tushunishlik ham shu qadar sirliq. Xuddi o'qib mangu tegiga yetkilib bo'lmaydigan kitobdek. U doim men o'ylamagan yerdan chiqadi. Xuddi bugun uning kichigidagi biolog bo'lish orzusini bayqamag'animdek. Pat-patla uni qaytadan tunishga majbur bo'laman. Men to'y qilgan kundan tortib, uning yoshurun ortiqchiliklarini bir-birlab bayqadim. Hatto hozirmi bayqab turaman. Bu alohidligi bilan u meni hayron qoldirdi. Ba'zida xafa qilibmi qo'ydi. Hatto bir mezgildan keyin uning yo'lliq ekanligiga tan berishga majbur bo'laman. U yilimu qovul sog'lom ko'rindi. Ilgari ko'chalarda ketib-vassaq kishilar menga burilib qarashatdi. Hozir uningga burilib qaraydi. Ba'zi mehmondorchiliklarda yosh to'g'riliq gap chiqib qolsa, ayollar uning 70 yoshga kirdim deganiga qat'iy ishonmaydi. Bir qitim televiziya stansiyasining suratga elish zalida bir yaqinimiz tunishtirgan televiziya filmiga qatnashqa edik. Film ishlaguvchilar bizni ko'rib, "Ikkinglar nima degan qilmashqan ham mos kelgan bir juftlar ha" deb ketishga edi. Shundoq, men to'y qilgan kundan tortibla ikkimizning bir-birimizni to'liqlab turdiganligimizni, oramizda bir xil tabiiy moslikning borligini tuygan. Mening mijozim chus, og'zim ittik taraflarimni u tizginlab tursa, uning beg'am beparvoligini men to'liqlaytdim. Men ko'nglimdagini tüp-tüz deverib kishilarni oson ranjitib qo'yatdim. U menga pam-parosat bilan so'z qilishni o'rgatadi. Men garchi uningdek agitib so'zlashni o'rganolmagan bo'lsam-mu, kishilarni ranjitib qo'yish ehtimoli bo'lgan so'zlarni ichimga yutib etishni o'rgandim. Uyimizda urush jidal, ko'ngil og'riqi bo'lmaydi. Xeyli ko'ngilsiz ishlarni bir eg'iz qiziq parang bilan ko'ngildan chiqarib etish uningla qo'lidan keladi. Biz bir mezgil intayin baxtlik, shirin kunlarni o'tkazdik. Biroq baxtli kunlarimizga agishibla kelgan qora kunlarda bir-birimizdan ayrilib sarson bo'lib yurganlarimizda judolik va jafo mushaqqat ichida muhabbatimiz texmo chingib, ham kuchayib, bizni bir-birimizga mahkam bog'ladi. Biz bir-birimizni texmo qadrlaydigan, oyaydigan bo'lib ketdik. Ba'zida shu adolatsiz, jafoliq kunlardagi o'zaro intilishlarimiz, seg'inishlarimiz esimga kelib qoladi. Endi takrorlanishi mumkin bo'lmaydigan shu aslimilar men uchun shu qadar qadrli ham bebaho. Lola ikkimiz qacha quchlarni yug'ishtirib, oshxonani tozalavatdik. Uning kayfiyati boshqacha edi. Qacha tutgan qo'llari titrayotgandek qiladi. U tixi hilila shuncha xushal-xo'ram edi-ku. Bu uning boya olgan telefoni bilan munosabatlikmidi? U nimishqa huduqidi? Titraydi. Men go'dak qizlar tunji qitim hissiyot siniqiga duch kelganda mushundoq bo'lib qoldiganligini bilaman. Hatto ota-onasi tixi bola deb yurgan qizlarning hech kim kutmagan ishlarni qilib qo'ydiganligimi menga sir emas. Lekin men Nəvri qizimning shundoq bo'lib qilishiga har qancha qilibmi ishonolmayman.
Uni yaratquchi o'z panohida saqlasin. U texi kichik, shunchalik sodda ham go'dak. Lala topshiriq ishlayman deb uyiga kirib ishni ichidan etib oldi. Va uning past ovozda biri bilan uzoq so'zlashganligiga diqqat qildim. Keyin u jim bo'lib ketdi. Rostilla topshiriq ishlayotganmidi yoki uxlab qolganmidi? Mas'ud kundikidek shaxmat o'ynag'ili mangdi. Men yana balkonga chiqib oldim. Qizim ilib bergan qizil ranglik nepis tivit sharpini yelkamga ortib, yatma o'rindiqqa o'zimni tashladim. Balkon aynaklari kechki quyoshning illiq nurida valildab turardi. Qaraganda uni nihoyat pokis turtibdiq. Lola ikkimiz yaqinqi kunlardan buyon tam to'ros eshik derizani tozaladik. Texi oldingi yili o'zim oqartgan tam to'ros bilan derizlar tujuplab surtilgandan keyin uy vallida yo'rib ketgandek bo'ldi. Lola mening uyni o'zim oqartganligimga qarab ishonmadi. Tamlarni surtiman deb o'rindiqqa chiqib olsam, qo'rqib jini chiqqudek bo'ldi. U mening uy oqartishga naqadar usta ekanligimni, yosh vaqtlarimda 9 oylik bo'lgan qursqimni ko'tarib, qandoq og'ir emgaklarni qilganligimni na'dim bilsin. Tunji qitim homildor bo'lib qolganligimni aytganimda, Mas'udning hayajondan qip-qizil bo'lib, o'rnidan sakrab turib ketgini, yerim kechida ajab olma yegim kelib ketdi desam, velosipedni minib chiqib ketib, nadidur bir savat olma akilib bergini, o'zim tikib olgan ko'krak purma ko'nglakni kiyib, qursqimni pompaytib, uning bilan odam mig'mig bozorda yurginim, uning meni qo'g'dayman deb harukashlar bilan vaqirishib ketganlari, to'lg'oq tutgan oqshimi meni velosipedga o'tirg'izib, doktorxonaga ilib mang'ini, yo'lda qattiq og'riqdan velosipedda o'tirolmay qolsam, velosipedni yo'l bo'yidagi bir hovliga tashlab qo'yib, meni yudib doktorxonaga ilib borg'ini. Men nihoyat uzoq qiynalib, sahriga yaqin bir qiz tuqqaydim. Kechicha tug'utxonaning koridorida saqlab o'tirib, qiya-chiya ovozlardan qo'rqib, andishiga tushib qolgan Mas'ud qizning yig'isini anglabla to'sishlarga qaramay tug'utxonaga o'qdak etilib kirib kelgan edi. U tug'utxona eshigida o'ltirib, kechicha men bilan birlikda hayot mamotliq o'tkilida jang qilgan. U qizining yangi tug'ilgan chog'dagi ayanchlik holatini, qip-qizil, turim-turim bo'lib, jinining boricha yig'ilishini, yumshoq sarg'ush sochlarini ko'rgan edi. U men bilan bir yotoqdagi tug'utliq ayolning eri ayoliga qora to'xu sho'rpisi ilib kelganligini ko'ribla, meni sestralarga topshirib qo'yib, menga qora to'xu sho'rpisi qaytib akilib bergan. Uningdan tong saharda qora to'xuni nerdan topganligini so'rsam, Oysha adilarning to'xusini so'ray desam, o'rnidan tiqi turmabdi. Katakni ichib iliverdim. Pulni berib qo'ysam bo'lmadimi? degan. Bu gapni anglab, kulgim kelganidan og'zimdagi sho'rpini purkatgan edim. Oysha adilarning qora to'g'usi tug'umchan bo'lganligi uchun to'liq e'tiborlanadi. Ular Mas'udning bu e'tiborlik to'g'usiga ziyon silishni zodila o'ylamagan bo'lg'aydi. Keyin Mas'ud ulardan kechirim so'rab, to'xoning pulni bermoqchi bo'lganda, xotin ikkisi bu to'xoni bizmi asli hadiyaga atab qo'ygan deb olg'ili unmagan bo'lsimi, men xeyli vaqtlargacha ularning oldida ayibkorlik tuyg'usidan qutula olmay yurgan edim. Әдісі түшті Мәсуд маңа түшлік тамақны әкеліп беріп, түштен кейінгі 2 saatlik dərsini ütüb kelməkçi bulub çıxıb getdi. Tamaqdan keyin aram elib yatsam, yataq işiga çekilgəndə qıldı. Arqadınla işikdən bu yerliklərə ancha o'xshamaydigan egiz o'ruq birisi kirib keldi. Bəkmu tunuş, bəkmu yiqimliq bir chiroy. Tunuş bir qomat. Tush ko'rvassam kerak deb o'ylab qoldim. Assalomu alaykum hadiya, qandoq ahvolingiz? Tunji farzandingizga muborak bo'lsin, deb kirib kelguchi rostilla yaqin savodishim, sirdosh do'stim Osim edi. Uni ko'rib, yaqin tuqunimni ko'rgandek suyunib ketdim. Ta'sirlanganimdan ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Bu chet yurtda texi yengila hayot mamotliq tug'ut jig'ini boshdan kechirib, g'ayribsinib yotganimda uni menga xudo avatgandek bilinib ketdi. U hozirmi yozg'uvchilar jamiyatining ashu jurnalda ishlab o'tibdi. Bir necha oydan beri qo'shni viloyatda sotsialistik ta'lim-tarbiya xizmatiga qatnashayotgan ekan.
Tuyuqsiz bu yerga kelib yig'inga qatnashadigan bir fursat chiqib qolganda, mening bu yerligimni o'ylab ikkilanmay yo'lga chiqibdi. Әтә qaytib ketadigan. Mening yangi tug'utliq ekanligimni anglagan bo'lsa-mu, men bilan ko'rishmay, tunji farzandimni yo'qlamay ketishga zodila ko'ngli unmabdi. Men biladigan Osim mana mushundaq mehri muhabbatlik, astoydil odam edi. Shuning uchun men uni o'z qarindishimdek yaxshi ko'ratdim. Men uningga o'z ahvolimni so'zlab berdim. U menga o'zining xizmat ishlarini biraqur so'zlab bergan bo'lib, bir yaxshi qiz bilan to'y qilishga putishib qo'ygan edim. Qaytib beribla to'y qilaman. Uni ko'rsang senmo yoqtirib qolasan, dedi. Muborak bo'lsin, ta'ling kelsin, deb uning uchun xushal bo'lganligimni bildirdim. Ikkimiz yana o'tgan vaqtlarni, savoddosh muallimlarimizni esladik. Kimlarning nada, nima ishlar bilan mashg'ul bo'layotganligining parangini silishdik. U Keremni jamoat xavfsizlik nazoratining turmisida ishkan deb anglab yo'qlab borgan edim. Biroq u yerdagilar bu yerda undaq odam yo'q deyishdi. Derikini ololmay ko'nglim beh yerim bo'lgan edi. Qashqarda Kamoldan anglashimcha, u hozir Shayardagi cho'ng turmida ekan. Turmida bo'lsa-mu hayot ishkanligidan ko'p mamnun bo'ldim degan edi. Men Kerem agar boshqacha bir yo'lni tanlagan bo'lsa, jinini ufratmay, boshqalardek madiha she'rlarini yozgan bo'lsa, nihoyat tezda nom, obro'y, amal martabalarga erishgan bo'ladi. Kichik turib bu kunlarni ko'rmasdi, dedim. Balkim shundoq bo'lgan bo'ladi. Biroq u Keremda, u hargiz boshqacha yo'lda mangmaydi, dedi Osim o'ylangan holda. Arqadan u yana Kamol bilan Nuriyaning Kamolning yolg'iz opasiga tortishib Qashqarga kelganligi, arqadan 3 balaliq bo'lganligi, biroq Nuriyaning Qashqarga kunalmay Urumchiga yo'tkilib ketish niyatida yurayotganligi, Kamolningmi kimlarningdir ziyonkashiga uchrab xizmatda toza xotirjam bo'lolmaganligini so'zlab berdi. Qaraganda boyliqmi, chiroymi baxtga asos bo'lolmaydi ekan. Men ularni hammamizdan baxtli yashaydi deb o'ylagan edim. Balkim ularning baxtga bo'lgan bahosi menikiga o'xshamaydigandir. Ammo men mushu to'pliq yurtda oddiy, jafoliq sharoitda baxtimni topdim. Men xizmatimni intayin yaxshi ko'raman. Turmushdimi baxtliman deb uningga Mas'udning gapini qilib berdim. Uning kechida qo'shnimizning to'g'risini o'g'irlab, menga qora to'xu sho'rpisi qaynatib berganligini aytganimda, Osim menga o'xshash kulmay, nihoyat astoydil qiyofatda. To'g'ri. Zarur bo'lganda shunda qilmay bo'lmaydi. Mana bu o'g'il bolaning o'z ayoli bilan farzandlik bo'lgan muhabbati, dedi. Uning gapi qiziq tuyulib, "Tova, sizlar erkaklarniz-a?" deb xeylig'icha kuldim. Uzoq o'tmay Mas'udmi keldi. U to'xoning qolgan yerimini pishirib ilib kelgan ekan. Uchimiz sho'rpini huzurlanib ichayotganimizda Osimning og'zini to'ldirib, "To'g'ri" deyishlari ko'z oldimga kelib, og'zimdagi sho'rpini yana bir qatim purkivatdim. Uduldagi buvaqlar uyidan buvaqlarning yig'a ovozi kelishga boshladi. Ularning biri yig'lasa, qolganlarimi uyg'onib tangli yig'lishatdi. Ular ikkisi bolamizni ko'rgili chiqib ketdi. Birdamdan keyin qaytib kirganda Osim, "Bu vaqt dadasiga o'xshabdi", dedi. Mas'ud, "Mening qizimning ovozi hamidan yangroq ekan. U chuqum qo'rqmas, jonliq bir qiz bo'ladi", dedi. Osim bu qitimqi safardan nihoyat mamnun ekanligini bildirib biz bilan xo'shlashdi. Uni qiyalmagan holda uzatdik. Ko'nilar balaliq uy bozor, balasiz uy mozor deb bekor demagan. Qizimizning tug'ilishi bilan bir eg'izliq tip-tinch uyimiz birdilla avatlashib ketdi. Uyimizdan buvoqning yig'a ovozi to'xtamay anglanib turadi. Mas'ud ikkimiz uni qandoq pas qilishni bilolmay patparaq bo'lib ketatdik. Oysha hada kunda necha qitim kirib, "Bolani bek issiq boqmang, issiq keldigan yoki ich suradigan tomoqlarni yemang, ko'proq emiting, anasanda qaynoq suvni ichkizib turing", deb topalaydi. Uning deganida qilsak, qizimning yig'isi bara-bara ozidi.
Qizimiz 20 kunlik bo'lganda bir ayol xizmatdashim bir büşük ilib kelib, qizimizni büşükka bo'lab bergan edi. Ammo yarim kun o'ta-o'tmay Mas'ud qarshi chiqdi. Bichoraning put-qo'lini bog'lavatsanglar, midirlay olmasa, uvol emasmi uningga? U texi kichik tursa, bo'ldi, mushukni bilmayman. Qizimni o'zim boqman. Zakilarni o'zim yuyman, deb turib oldi. 40 kungacha sahar qopib, osh tomoq etib, ham bola biqib, har qancha qiynalsimi chidab yurdi. Menmu amal qilib uningga eg'irchilik solmaslikka tirishdim. Uning etgan tomoqlarini tuzliq, tuzsizkan demadim. Ang'icha bolaga qaraydigan ayoldan birini topdik. Ayol attigini kelib kechdi ketadi. Yakshanba kunlari dam oladi. Shundoq bo'lsa-mu uning kelishi bilan yukimiz ko'p yengilga edi. Men har soatlik dars oxirlashib, qo'ng'iroq chilinishi bilanla uyga yuguraydim. Aldirab imitib balni bala boqquchi ayolning quliga tutqizib qo'yib, yana sinfga qarab mang'atdim. Uni birdamu xiyolimdan neri qilolmaydim. Qizimizni 3 oylik bo'lganda büşükka saldik. U nihoyatda tez atilib, bo'y tortishga boshladi. 6 oylik chaqlarida shunchalik umoq, buduruq bo'lib ketdiki, ko'rgani odamning amroqligi keladi. Qizimiz bizni xo'shal qilish bilan birga ota-ona bo'lganligimizdan iborat mas'uliyatni har dam eslatib turadi. Ota-ona bo'lish bizga yangi his tuyg'ularni ato qilib, nazar doiramizni, hayot haqidagi tunishimizni kengaytgan edi. Mundaqcha aytganda, bizmi bilib bilmay qizimiz bilan tang cho'ng bo'lib atdik. Ilgari buguni qursig'imiz to'ysa, atsi nima bo'ldiganligimiz bilan hisoblashmaydik. Әмділікті әті үгінніңла әмәс, келедіған yillarningmu g'imini qiladigan bo'lib qoldik. Ishik oldimizda tunur bo'lsimu, nonni bazordan ilib yeytdik. Әмділікті tunur qizitib, non yiqishni o'rgandik. Mas'ud oq osh normamizdan yetmagan qismini to'liqlash uchun qorong'u bozordan bug'doy setib olib, shahar sirtidagi tugmanda un tartqizib keladigan bo'ldi. Qish kelish oldida qizimizni to'ngib qolmasin deb mashni tam mashga o'zgartdik. Dastlabda mashning o'ti gurildab kuyatdi-yu, uy isimaydi. 2 qitim o'nglatgandan keyin uy isiydigan bo'ldi. Ammo har qitim o't yoqqanda bir hazo isinib bizni avor qiladi. Әмділа isigan uyimiz ichini echib bilan yana muzlaydi. Bundaq ketaversa qizimizning ko'mir isida zaharlanmasimi, so'g'uq o'tib og'rib qilishidan ansiraytdik. Oxiri Mas'ud: "Bo'ldi, tammashni o'zim o'ngshayman. Siz balini ilib, qo'shnilarnikida o'ltirib turing. Bugun uyni isitmaydigan bo'lsam, Mas'ud bo'lmay ketay", dedi. Men balamni ko'tarib, qaqshig'inimcha zo'ramlarning uyiga chiqib ketdim. 2 soatlardan keyin uyga kirsam, uy höpda isib ketibdi. Isdan asarmi yo'q. Xo'shalligimda, "Yanala siz qaltischimu?" deb uning mang'zini chimdidim. Umu shundoq bo'lmamdigan deb qo'lidagi layni mang'zimga surkidi. Ikkimiz uning qo'llari va kiyimlaridagi lay to'plar bilan hisoblashmay quchoqlashib ketdik. Meni uning pokiz qetib olgan holatila emas, soqqallari o'sik, to'pa tarat holatimi shunchalik maftun qiladi. Yozicha ko'mirxonani yozliq oshxona qilib kengaytib yasitib olgan edik. U yerga har qitim kirsam yayrab ketaman. Uyning yerimini degudek to'ldirib ratlik tizib kesak ko'mirlar, ko'mir po'mizaklari, ratlik tizilgan ho'l quruq o'tullar, tomdiki qo'ziqlarga rat isilgan quruq much, pomidor, samsoq, piyozlar, tag'orlardagi savza chamg'ur, tom bo'ylab tizib yesivelaklar. Oshxondagi har bir narsadan Mas'udning ajri, mehri, muhabbatini ko'ratdim. Mas'udmu men to'qigan yung jilitga bilan oldi uchuq yung popaykini nihoyat yoqtiradi. Men uning kiyimlariga kir qo'ndirmaslikqa, dazmolsiz kiydirmaslikka tirishatdim. U yoqtiradigan tomoqlarni etish, uning bilan qarishib o'tirib tomoq yeyish, qarishib o'tirib topshiriq tekshirish, qizimni o'tirga elib jaynigimizga tayinib yetib jahonning paranglarini silishish, qizimizni ko'tarib birlikda nahiyaning kalta bozorlarini, atrofdagi yeza yo'llarini aylanish cheksiz huzur va xushalliq edi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mushargich bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xush, Alloh omonat.